Uyingizga oyog'im bilan kirib o'rganim uchun ming bor uzr. Ma'zur tutib qo'yib, bitta like bosib qo'yasiz. Sababi yangi uy bo'lgani uchun kirib o'raylik, bir qur baribir tozalatib olasiz, ko'nglingizni olasiz. Xullas sizga zo'r variantda 70 kvadratli xonadon topib qo'ydim. Hali hech kim yashamagan, ishoning. Xonalarga keladigan bo'lsak 3 xona. Kattagina mehmonxonasi bor. Mehmonxonasini ham o'zingiz xohlagandek qilib mebellarni qo'yib olsangiz bo'lar ekan. Undan keyingi xonaga keladigan bo'lsak, kichkinagina mehmonxona, xohlasangiz bolalarga detskiy qilib bersangiz ham bo'ladigan chiroyli xonani topib qo'ydim. Undan tashqari 3-xonasiga keladigan bo'lsak, bu tayyor spalni mebellargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Xullas, shundoq kirib yashashga tayyor bo'lgan 3 xonali zo'r variantli uyi siz uchun topib qo'ydim. Bitta like bo'lsa, do'stlaringiz uchun qo'ying. U qadar yurishibdi-yu, bilaman. Sanuzillarga keladigan bo'lsak, sanuzillar ham ixchamgina chiroyli qilib remontlarni qilib qo'yilgan. Ishoning, hali hech kim yashamagan. Va oshxonasiga keladigan bo'lsak, oshxonasida ham hech qanaqa muammo yo'q. Tayyor mebellargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q deyaptilar. Narxi deysizmi? Narxi menimcha arziydi. Endi bunaqa uylarning narxi asosan joylashgan o'rniga bog'liq bo'ladi. Bu uyimiz Navbahor stadion yonida joylashgan. Birinchi mikron deyishadi-yu, xuddi shu joyda. Comfort magazinning ro'parasida. Xullas 5-qavat ekan, liftlargacha bor. Hali hech kim yashamagan uyga 70 kvadratdan ortiq uyi sizga 60 mingga topib qo'ydim. Agar pulingiz sal ozroq bo'ladigan bo'lsa, 37 ming, 35 ming atrofida pulingiz bo'ladigan bo'lsa ham variant qilib berishim mumkin deyaptilar. Egalar numini pastda qoldiryapmiz. Menimcha yangigina uyni 2026-yilda sekin bosib olsangiz bo'ladi.